Lüksümüzni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2022 yıl 6. ayının 3. günü. Endeki mavzumunda vatandaş. Washington. Şinjan'a münasebetlik, yani Müstemlik Uyguristan'a münasebetlik köplügen import tuvarlarının Amerika bazarlarına kirişini çekleşke tayyorlik kıldı. Jungo agahlandırıp tedbir qo'llanamiz dedi. Mavzuli xabar 6. ayının 3. günü Amerika vazdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Jungo Tashqi ishlar ministerligi haftaning 4. günü yani 6. ayının 2. günü Prezident Joe Biden hükümeti e'lon qilgan sal kechiktirib ijro qilamiz deb ko'rsatgan Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olish qonuniga g'azab bilan inkas qaytardi. Bu yangi qonun Şinjan'da majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarni Amerikaning bozoriga kirishni cheklaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden o'tgan yil 12 oyda bu qonunga imzo qo'yib, qonunliq kuchga ega bo'ldi. Qonunliq kuchga ega bo'ldi. Bu qonun 6. ayning 21. kuni kuchga ega bo'ladi. Bu qonunga asoslanganda Amerika Tamojna idorasi, Chegara bog'dash idorasi, Mustamlik Uyg'uriston yani Şinjan'da ishlangan har qanday tovar buyum qisman yoki butunlay majburiy emgak bilan ishlangan deb qaraydi. Import qilg'ich savdogarlar aniq va kishini qoyil qila oladigan faktlar bilan ta'minlab, bu tovar mallarning majburiy emgak bilan ishlanmaganligini isbotlamaydi ekan, import qilingan bu tovarlarning Amerika bozorlariga kirishi cheklanadi. Bu qonun ma'qullanganda davlat majlisida ishga partiya mansublarining keng ko'lamda qo'llashiga erishdi. Ishga partiya mansublari Jungo hukumatining Uyg'urlarga muomala qilish usullarini birdak aybladi. Amerika, Kanada, Angliya, Gollandiya qatorliq davlatlar va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Jungoning Uyg'uristonda yani Şinjan'da insoniyat qarshi jinoyat va irq yo'qotish jinoyati sodir qilganligini aybladi. Jungo doiralarining usul choralari zo'r ko'lamda nazarband qilish va majburiy emgakka solish, kasbiy iqtidor tarbiyalash markazi va qayta tarbiyalash lageri deb ataladi. Majburiy tug'ut cheklash, gilam shakllik nazorat qilish va kontrol qilish, bola chaqasini ota-onasidan ayirib etish qatorliqlar. Jungo hukumatining inkosi. Bu ayblashlarni Jungo hukumati qat'iy inkor qiladi. Bayonotchi Javlijan ogohlantirib mundaq dedi. Agar Amerika bu qonunni ijro qiladigan bo'lsa, qattiq oqibat kelib chiqadi. Javlijan yana mundaq ko'rsatdi. Yuqorqi qonun agar ijro qilinadigan bo'lsa, Amerika Jungo shirkatlari aro hamkorlikqa eg'ir kashalar paydo qiladi. Yer shari ta'minlash liniyasiga buzg'unchilik olib keladi. Oxiri Amerikaning o'zining manfaatiga ziyon soladi. Biz Amerika tarafga bu qonunni ijro qilmaslik to'g'risida Şinjan masalasidan yana Mustamlik Uyg'uriston masalasidan foydalanib Jungoning ichki ishlariga aralashib to'xtatishga yetakchilik qilamiz. Agar Amerika o'z beshimchilik qiladigan bo'lsa, Jungo taraf unumli tadbir qo'llanadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumati bu qonunni icra qilmaydigan alomatlarni ko'rsatmadi. Haftaning 3-kuni Amerika Tamojna idorasi va chegara qo'g'dash idorasi amaldorlari yangi qonunga munosabatlik ikro yig'ini suhbat o'tkazdi. Va suhbatda mundaq ko'rsatdi. 6-oyning 21-kuni mushu oyning Uyg'ur qonunini ijro qilishga tayyorlik qildik. Balki bizning qonun ijro qilish kuchimiz bor.